Hayotning bo'ron chapqunlari ko'zlardan issiq yoshlarni oqqizib, insonni bir mezgillik azob oqibatga giribtor qilishi mumkin. Ammo qalblarda o'ngishsizlik va hijronni yengadigan ulug'vor iroda, qaysrani ruh bo'lgandilar, baxt ham armonlar bilan chayqilib turgan hayotning oltin sohili sizga abadiy quchoq ochmay qolmaydi. Sen bu şirketlerin onu beni aldırmadı adamsa? Xudo oldida qasam qilib bersam beray. Hey! Ben kep gitsen de yakını cuma! Ne işlemem ben? Bana oğul kılma. Hey, kep yadırırsan o! Çıkamam! Çıka! Çıka! Ben özümge! Öyle böket ayağını ben kep gitsen değil mi? Çıkamışmamsa! Bizi tuhmet! Çıkamışmamsa! Çıka! Bana! Yok! Yok! Hayır! Yok! Bana! Geç ayağıma sıçmama! Fırt! Yok be! Sahip! Canım kızım, sizni hiç hakkısı yok deb bozak qıptı. Başındaqmı oramdı. Qarın, canım kızım. Züleyxan ana, Sahip'nin alimiga chidamadim. Onun quruqsiz quruq tuhmatları, tayoqlari jinimdan o'tib ketdi. Men hech qanday gunoh qilmagan tursam, o nimishqa meni xo'rlaydi, nimishqa menga qarshi gaplaydi. Bundoq yashaganimdan o'lib ketsam yaxshi edi. Hamma azob oqibatdan qutulardim. Canım kızım, undaq deyma. Hergiz undaq yaman xiyalda bo'lma. Siz degan hozir ig'ir oyoq. O'zingizni o'ylamasingizmi? Hav balini o'ylang canım kızım. Ayol kishi degan ojiz keladi ekanmiz. Ayol haqni beshiga ne kunlar keladi ekan. Rahmatli dadam bilan opam bo'lgan bo'lsaydi, men bundoq kunlarga qolmas edim. Dadam bilan opamning yo'qligi hech bilinib ketdi. Elimi Xudoga shukr sila bo'lib qopla. Sila bo'lmasa
olaratdım. Men mi sizge qaranmadım canım balam? Halınızdan xabar alamadım. Tuqqanchilikni men yetkazolmadim canım kızım. Meni kechirib o'tasiz. Mendan hergiz xafa bo'lmang balam. Yo'q, undaq demislar Sulayxon ana. Elimi sizlarga ko'p eg'irchiligimni soldim. Xafalık tasamlaganlarga kelaman. Men hozir hammani o'ylab qo'ydim. Said men bilan baribir uy tutmaydi. Shunga bu yurtni tashlab yiroq yerlarga ketaymikin deyman. Siz balam. Siz degan ayol kishi tursangiz, yana nalarda tantirib yurasiz. Hergiz shaytonning kayniga kirmang canım balam. Said uydan qovlayotgan bo'lsa, mana mening uyim bor. Tova, bu kundagi odamlarda insof qolmabdi juma. Xijil bo'lmay xalqning erlarini totib olamiz deb yuradi ekan. Bizni erlarimizni kim tutsak bo'g'dak. Tova, nima degan satchilik bu, ha? Emasmi? Ma orzuga deganimi? Yuzi tuvan, xil axloqliq cho'kanmikin deb ekanman. Hey, xalqning eri bilan chotig'va deb o'zining eri uydan qo'g'lab chiqiribdi-dak. Shundaqmi? Uni bilan bo'lgan bo'lsa, eski uy olgan bo'ladi. Ne yomon Beni öyle nereden çıkarıldı? Mahalledeki bu ayağımla neymiş ki kendimde sıçrayacak taktım. Ben onların altında nime kadar güldüm. Shunda qilib ayolingni aytib etdim. Ayoling yomon emas ayol der. Haqning gapiga kirib, unga val qildim. Uning ustiga ig'riyat davatsa, bola tug'ilsa yetim bo'lib qolmamdi. Mushlarni o'ylamadingmi, ha? Neyim boş bulmam da. Ertugün çoğun olganda dadam bati dep izlep tapa. Onun başka tırıp neyim kılma adaş. Ey harap uysan amam da. Olturdum balağınız kına ama. Hoca.
Gepimge kirip muş yerden ketmesiniz yaxşı bolatdı bala. Yaqqı jutlarda yursınız ters bolamıken. Onun üstüge hazır eğir ayak tursunuz. Ben sizin ensirap qeylivatıman, canım kızı. Ben hemen oylap koydum Züleyxan ana. Ben bu yerde turuyversem yana sizlarga eğirchiligimni sağdayman. Onun üstüge xalqlarning so'z cho'chaklarimi jenimdan o'tib ketyapti. Zahid degan ishplasmo hamon bir kuni bu yerga bostirib kelib, sizlarni menimi parakanda qilishi mumkin. Shunga xalqlarning ko'zi ko'rmaydigan shiroq yerlarga ketay. Mana bir turmush yo'li tepilib qoladi. Bo'pti bala. Gepimge kirmediniz. Ma halqını elibilan. Beşinizga kun tushganda setib xarajat qilasiz. Amal vaqti o'timiz yiqilishdan burun jurtga qaytib kelib, bo'lmasa o'zingizni bolalarni qiynab qo'ysiz jinim qizim. Men qizim. Züleyxan ana. Azizishni o'tib qolmang jinim bolam. O'zingizni obdan asrab, xo'sh bo'ling. Sizlarni o'zlarini astirsa Züleyxan cho'ngada Xudoga omonat. Xo'sh. Xo'sh bolam, xo'sh. Xo'sh cho'ng ana. Xo'sh jinim qizim. Meni shaharga og'ish kesdingiz o'pgan. Chiqing. Chiqing. Chiroq o'tir, ha? Qaraganda siz uyda yomonlab chiqmoqchisiz, ha? Biz tanishib qolaylik. Mening ismim Tatliqjon, ha? Ana. Nima qilsiz? Buni qilmay, yaqinroq o'tiring. Keling. Qo'yvat. Xalq qo'ymoqda qizgansiz. Gapimni anglang. Men sizga nima desangiz shuni aytmayman. Gapimni anglayman. Yaqinroq keling. Bu ish bilan men sizni rozi qilaman. Mashina to'xtat. Nima deydi? Mashina to'xtatmayman. Nega borsiz? Gapimni anglang deyman. Bu cho'llikda bizni hech kim ko'rmaydi. To'xtang, to'xtang. Bizni kim ko'radi? Qizchaq, ko'zingizni oching. Qizchaq.
gap mangdingiz? Siz nega boratdingiz? Urumchiga. Qo'rqmang. Sizni Urumchiga sog'-salomat olib qo'yaman. Xotirjam bo'ling. Mehmet, mehmon qaranglar. Yo'q. Men ish istab kelib edim. Nima ish qila olasiz? Hamma ishni qila olaman. Undaq bo'lsa, uydagi qochqochlarni juyib beqing, ko'rib boqay. Ma'qul. Mehmet, bu qizga juydigan qochqochlarni ko'rsatib qo'yg'ina. Yoqqa bering. Tez bo'lin. Menga Uyt. Mushu xinim, mushadi yetib qo'yib ishlaysiz. Atigini soat 4 o'rningizdan tursiz. Mening ruxsatimsiz uyoq-buyoq menish bo'lmaydi. Tushungansiz? Anladingizmi deyman? Tushundim. Bu uyni ochqichi. Vaqtida ishga chiqasiz. Balalarım, men sizlarni chiroyli bir shaharga olib beraman. U yerda ko'p pul topsizlar. Anladinglarmi? Anladim. Hey, navodi yo'lda soqchilar uchrab qilib, tekshirib qolsa, faqat chandurib qo'ymoqlajmi? Ma'qul. Men nima desam, meni og'zim qaranglar, ha? Faqat chandurmoqlajmi? Ma'qul. Ha? Anladinglarmi? Anladim. Mangda qamsa, ha? Ma'qul. Zoytaga. Nima bo'ldi? Men bu qo'q ketyapman. Dadam opop ensirib qolammikin. Xotirjam bo'l. Ansirmaydi. Men batasam nimani ansiraydi? Pul topgan yo'qmi? Bor. Ha, unda qo'ygan bo'ldi-ku. Ha? Mening dilimda qilsanglar, chatoq chiqmaydi. Anladinglarmi? Bak. Moy.
Keling, qani ishkir kiring. Ishkir kiring. Mehmonga choy qo'yinglar. Bo'linglar. Rost gapingizni ayting. Mau qo'sqingizdagi haromdan bo'lgan balani zodi nerdan topdingiz? Men sizni ishchankan, yuzdavankan, axloqliqkan deb bu oshxonada ishlab ketdim. Kelganingizga nech oy bo'la bo'lmayla haromdan bola tepib, qo'sqingizni yo'g'antib, pompaytib, men do'st dushmanning oldida nomusga qo'ydingiz. Bo'ldi. Endi men sizni ishlatmayman. Sizni bundaq sharmanchilik qila deb o'ylab baxmabdi ekanman. Mana bu sizning ish haqingiz. Iling. Atidan boshlab ma uyni bekalab, nega yo'qolsangiz yo'qling. Ko'zimga ikkinchilab ko'rinib bo'lma.
Ne buldunuz? Yardımım gerek mi? Oy. Siz Orzugul. Ne buldunuz? Bana yana bir qıtım yardım qilgan bo'lsangiz. Oyga. Meni doktorxonaga olib qo'ygan bo'lsangiz. Oyga. Yaxshimisiz? Uy ijaraga olmoqchi edim. Kiring. Keling. Bu arzon, ko'rib beqing. Necha pullarga berasiz? Arzon 15 qo'yib bering. Cho'ng bormi? Bor, cho'ng. O, bolam. Qancha yoshlik bolalar kelar? 4 yoshlik bolalar keladi. Ilanga. Bo'ladi ekan. Asongiz arzonroq beraman. Necha? Buni bor. Ikkisini asongiz arzonroq beraman. Oho, bolam. Ma'qul. Oho, bolam, shug'ulman. Bolam. Mushu bir xilmi? Necha xilidim bor. O'zaro ko'rib beqing. Asongiz arzonroq beraman, ha? Buni bolam, shug'ulman. yana arzonroq berasiz, ha? Asongiz 10 qo'yib beray.
Yaxshimisiz? Kechtiribsiz. Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi. Tijorat qilib yetibsiz-da? Ha. Yaxshi. Voy. Balingizmi cho'ng bo'lib qopti-a? Ismini nima qo'ydingiz? Umidjon. Ha. Yaxshi ismga. Ma'nisi bor ismga. İşleringiz qandayroq ketyapti? Mening yordamim lozimmi yo? Sizga ko'p rahmat. Helimi ona bola ishimizga ko'p yordam qildingiz. Sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Undaq demang. O'zingizga ko'p tirishchilik ko'rsatibsiz. Yordam qiladigan ish bo'lsa, menga telefon urasiz. Mana bu mening ism kartochkam. Qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, menga telefon urayvering. Qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Kim o? Hajabma ichilib yeyib so'zlashib ketdingiz-a? Arzugul. Av balachi. O Arzugulning o'g'li Umidjon. Sizning bu shaharda tunimaydigan xotinlaringiz yo'q. Nima deganingiz bor? Hai, aka. To'xtab turing. Do'koningizni ijaraga olay dedim. 1 yillik ijarasini oldin biraqla to'laysizmi? Bo'ladi, biraqla to'lay. Do'kon ancha cho'ng emas, lekin o'rni yaxshi. Ziyon tortmaysiz. Juring amsa, berib ko'rib bating. Opa! Opa! Oh, balam. Oh, canım balam. Oh, mak oğlum, canım balam.
Ayşe! Kile. Kile. Ha? Bizi dikensizler ha? Teşkil! Qarni qana? Yo'q. Sadicho? Yo'q. Bugun sen topgan puling aramo'shinchilikmi? Qani qaqni? Qani? Ona Kim chiqib qolsa? bilmay, Kim chiqib qolsa? bilmay juda qopti ben. Yana qaysi mushta qilgan bo'lsam, bo'ynimni uzitib aytma. Oldingmi? Sadicho! Qorong'uq. Ümitcan, nimandaq sho'x qilsan? Menga sir chiqib birdim o'yinig'ini qo'zam. Mo'qul, menga. Xafa bo'lmanglar, xafa Kichik bola bo'lmanglar. emas bu, hech vaqasi yo'q.
Bu top sınavma? Hı. Bir yakala. Bir yakala. Neçe şükürde? 4 yaşqa. Acep omaq bala ekansan. Mening balamni qo'yib qo'ygandek o'xshaydi ekansan. Men sana bir o'yinchoq beray, ha? Kim o? Et bakay. Ben seni götürüp koyayım, ha? Yaxshi qilib men gap anglaydi. Men to'plam qilay. Men seni o'tirib olib o'yin tiklaymi? Yo'q. Ha? Yo'q. Berkille, ha? Ma. Yo'q. Appa! Qirma. Appa! Qaytamsiz? Qaytay. Tamog'ingga bek o'xshabdi. Yana Batman, kelarsiz, ha? Dilxumar, chaynakni akab bering. Umidjon! Umidjon! Dilxumar! Ha? Umidjonni ko'rdingizmi? Yo'q. Voymishada o'ynayotmabdi. Oy, ne ketganda? Ay, balam. Bir küçük balık gördünüz mü? Ya, görmedim. Bir küçük balık gördünüz mü? 4 yaşlarda babalık. Yo'q, ko'rdim. Umidjon balam. Ne ketdim? Umidjon. Umidjon.
yağışlarının köpeyişi, kelkinin əvici ilişini, Pakistan ve Hindistan'ın g'arbiy shimoliy qismida ta'sirli yomg'irning zo'r darajada azab ketishini keltirib chiqargan. Bu dokument 26 avgust Janub Afrikadagi Dünya Başkısına yığını için tayyorlangan. Vay. 1995 Halmuratmisiz? Men Arzigul. Arzigul? Qaysi Arzigul? Konsul ko'chisida oshxona ochadigan Arzigul. Siz mitdingiz, yaxshimisiz? Menga yordam qilgan bo'lsangiz Halmurat. Bolam Umidjon yo'qolib ketdi. Men nima qilarimni bilolmay qoldim. Sizni yana avvar qilgan bo'ldim. Siz hozir nerede? Konsul ko'chisining oldida. Siz shu yerda midirmay turib turing. Men hozirla boraman. Ma'qul emsa? Xo'sh. To'xtang. Bu kechda nega borsiz? Siz uxlayvering. Men hozirlik aytib kelaman. Arzigul. Nima ish bo'ldi? Bolam Umidjon. Yig'lamang. Nima ish bo'lganligini menga aniqroq tang. Bolam Umidjon yo'q. U tushdan keyin tuyuqsizla yo'qolib ketdi. Arzigul, ko'nglingizni yerim qilmang. Bola sho'qim tepiladi. Juring. Biz bilib berib izlaylik. Ma'qul.
Arzigül, kılın yerim kılma. Öttiğini de mağlum. Bu hayatın köpken kaygısı Sılagakta kıynalar işken Bu hayatın köpken kaygısı Sılagakta kıynalar işken Sen kalmanlayıp durmam kemin Çürek şığlap sarılanar işken Sen kalmanlayıp durmam kemin Çürek şığlap sarılanar işken Bana bu dertli Gözümde yaş kılımda hicran Yakırsan bana bu dertli Gözümde yaş kılımda hicran Kalbimdeki kaygı Hitay sana ağlamın şahan Kalbimdeki kaygı Hitay sana ağlamın şahan Arzigül, özünüzü tegeştirip alma. Ben berip sakçıgmaylık kılay. Sizni pek avaz qilmayman. Mendan xafa bo'lib qolmang. O'g'limni topolmasam, bu dunyoda yashamayman.
Balam. Arzugul, balangiz Umidjonning bir apachi surati bormi? Pul topaman deb yurib, balamni bir apachi suratga tushirib qo'ymabdi ekanman. Undaq bo'lsa, balangizning biri alohida belgisi bormi? Siz obdaraq eslatib. Belki buning balangizni tepishga foydasi bo'lib qolar. Dembisida yo'g'on bir top menga bor edi. Siz ko'nglingizni bizga aytib turing. Men berib saqchiqmayli qilay. Pul qaytirish qo'ydaymi? Sen tek benim gibimni anlamaysan ha? Ben hazırlısını gep kırgızman, okup koy. Sala ayağını. Kapı. Yeter lan. Kim duruyor? Çıkar mısın be? Estağfurullah. Tepme. Tepme deyme. Tepme. Şimdi tu. Tadı kulağını. Bak kulağını kıymet. Bak öyle. Başımın yamanlığı ne? Ben bile erişmek istemez sen. He? Şimdi. Seni ben kanda kılmaya körüp koy ya. Ağzını şum değme. Estağfurullah. Çıkma. Bana mısın? Seni şiddet etmediğin bolsam ha? Sadık Bey. Eğer gibini anlamaydigan bolsang, boynunu üzültme Cuma. Xuddi çocuğunu boynunu üzgendek. Aldın mı? Canım balam. Canım balam. Sen nerede? Neler yürüdün canım balam.
Qandaqroq ahvolingiz Arzigul? Keldingizmi? Qisqachilar bog' kuchi bilan izlayotdi. Lekin Umidjonning izlarigini ololmabdi. Siz bundaq o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi, Arzigul. Umidvor bo'ling. O'g'lingiz cho'qim tepiladi. Xotirjam bo'ling. Arzonliq o'g'lim. Meni kechirgin. Hamma gunoh menda. Men pul tepish bilan bo'lib ketdim. Yaxshi qarayamadim bolam. Ko'nglingizni yerim qilma Arzigul. Umidjon cho'qim tepiladi. Xotirjam bo'ling. Men sizga oxirgacha yordam qilaman. Asli ish mundaqkanda. Oldirash, men oldirash deysa. Kech-kechalab uyga kirmaysa. Aslida bu buzoqni yo'qlash uchun oldirashkansan-da. Seni o'ylig'iningdek emas. Aslisini ozdirgan. Mushu buziqqanda. Men buning adabini bilmaydigan bo'lsam. Jiqotsan, unda qilma. Qo'yinglar. Unda qilma. Manqara, bu bir yaxshi ayol tursa, nima ish qilsa? Bu buziqning adabini bilmaydigan bo'lsam, odam bo'lmaydi. Unda qilma. Beshamni qilma deyman. Besham? O'zingni tutib ol. Beshamli qilganimni endi ko'rib qo'y. Yo'qotsa, bir narsa chaqma deyman. Unda qilma. Mana. Mana deme. Başını çıkar. Bir obdan ailini buz deb bu buzuq. Rasva. Hey, sen onda qalaymiqan xiyollarni qilma. U ayolning bolasi yo'qolib ketibdi. Bolasi yo'qolib ketsa, sen bilan nima munosabati bor? Sen ya uning tuqunini etding yoki izlab tepbergan soqchim etding. Hey, u ayolning bu shaharda hech qanday yo'lanchigi yo'q ekan. Ozroq yordam qilgan nima bo'ladi? Ha? U yordamga muhtoj bo'lib qopti. U bir oq ko'ngil, samimiy ayol ekan. Mayli sen ishongan yoki ishonma, u ayoldan men hech qanday g'ayri munosabatim yo'q. Tushundim. Sen oshpazkini bilan aralashib, shu umarlar karim bo'lmabdi ekandigina. Vaqirma, qalaymiqan so'zlama, o'g'lingni shum. Qo'shni olib qasab turdi. Odamni nimanda qarlaydi qansa? Men seni yaxshi ko'ygashga mushoyini tutyapmiz-ku. Deganlaringning hammasi yolg'on. Sen meni aldayman deyman. Men sen bilan o'tirishman. Gulpiya. Gulpiya, sen
yaxshimisiz? Keling. Qani, o'tiring. Bir ishing bormidi? O'g'lim yo'qolib ketdi. Hech yerdan topolmadim. Siz aldirmay, ahvolni tafsiliy so'zlab bersangiz bo'lamdi. Men konsul ko'chasida oshxonachiman. Necha kunning oldida o'g'lim o'ynag'ili oshxona sirtiga chiqib ketib, to'yqsizlik yo'qolib ketdi. Balamning ismi Ümitjon. Bizda yo'g'on bir tal menga bor edi. Necha kun bo'ldi. Balamni izlab hech yerda topolmadim. Ko'nglingizni buzmang. Biz cho'qim amallik qilamiz. Yig'lamang. Necha kunning oldida Xalmurod akam ma'lum qilgan hiliq deylar shu kanda. Shumi? Ha, shu. Singlim, biz texi bolangizni izlayapmiz. Bir ikki soqchi hozir jinoyat gumondorini tepish uchun taraf-tarafga chepiyotidu. Izdirki chiqsa, biz sizga cho'qim xabar qilamiz. Ko'nglingizni buzmang. Bek umidsizlikmi ketmang. Bo'lamda. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu oshxonani ochgan ayol qani? Oshxonani menga o'tib berib ketib qoldi. Lakatdi. Qo'yib keldi. Bir gapsiz qoldirmadimi? Yo'q. Rahmat.
Xo'sh. Çıkırışa. Buna qarab o'tmay. Og'ridimi? Bulonglar. Hamni qo'ymay chiqiringlar, hali bakat deb qoldigan bo'lsam. Ha. Hamizmi shuma? Ha? Qog'ini-chi? Ey! Topqan pulingning hammasi mushuma? Ha? Yana baqatu? Yo'q. Yo'qmi? Sen-chi? Yo'q. Obdara qara, yanchiqinga. Yanchiqdi yo'qmi? Ey! Yo'qmi? Nasib qil. Yo'qmi? Undan qildilar. Yana bormi? Yo'q. Ko'rishdim mani. Mani pul deydi. Nima bu? Hammanglarga deb qo'yay. Menda obdan akansanglar. Mukofotlayman. Ha? Bo'lmasa bo'yninglarni uziydimi? Anlashdingmi? Ala. Bundan keyin-chi, shunday jiq ekanmi? Hamma nima be? Yaxshi yuraysan, ha? Ha. Isha. Mush ishi. Ha. Arzigul, ben sizni ko'p izledim. Siz nahayatda g'ayratli edingiz-ku. Biroq o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi. Urumchiga yangi kelgan chog'laringizdagi g'ayratingiz qani? Arzigul, menimcha o'g'lingiz shaharda, atrofimizda bor. U cho'qim qaytib keladi.
Siz umidvor bo'ling. Bu ko'ngilsizliklarmi o'tib ketadi. Balangiz uchun bo'lsa-mu, salomatligingizni asrab, o'tdan yashashingiz kerak. Siz bunda o'tiraversangiz bo'lmaydi. Cho'qim ishni qaytadan boshlash ma'qulmi? Aras. Men kichkina bir restoranda xushib qo'ydim. Sharoitim yaxshi ekan. Bir ko'rpa qapsiz. Arzugul, aşı aldığımız restoran şu. Jura, kirib ko'rib baqaylik. Yaxshimsizlar? Yaxshimsiz. Qani, kiringlar. Qani, sizlarga yaramdikin, ko'rib yiqinglar. Bo'ladi ekan. Xalmurat, sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Sizni ko'p avor qildim. Undaq demang Arzugul. Men sizga hech nima qilib beramadim. Men har qanday bir yaxshi niyatli qarindishimdan obdan kun ko'rishini tilab yuradigan odamman. Faqat boshqalarga madad bera olmayman. İlham bera olmayman. Qo'limdan kelsa yordam qilsam deb o'ylayman. Arzugul, siz yaxshi kun ko'rishingiz kerak. Hammamiz yaxshi kun ko'rishimiz kerak. Siz ishni cho'qim qaytadan boshlang. Cho'qim muvaffaqiyat qozona olasiz. Jura, berib so'zlash baqayli. Bo'lmaydi. Bu bahoda ko'm bo'lib qoldi. Mal yaxshi tursa, yana azroq qo'shmasa olmaydi. Tilingni chaynamay, bo'ladigan yerini demamsamsa. Gap qil deyma. Mal mishadilar. Ko'rib bir demsamsa? Qopa. Hamsi ko'rib bir nima dey. Mana. O'zi o chiroyli bo'lar ekan. Bo'pti, qo'shsam azroq qo'shay. Tuta. Bu bahoga umalni belgilamaydi. Yana azroq qandaq yepinda turmaydigan nimasini ava. Oldi, olmayman. Hey. Hey. Ish bo'lama. Necha bor? Ha, bo'ldi, hozirli bor. Hey. Qo'yaman, ketaman. Tijoratingiz qandayroq ketyapti? Xudoga shukr, xeyli yaxshi ketyapti. Bo'lmi sizning yordamingiz yo'l ko'rsatishingizdan bo'ldi. Hammasi o'zingizning tirishchanligi Arzugul. Sizga bir maslahatim bor edi. Desam yana avor qilib qo'yamanmi? Nimalar deydigansiz? Qo'limdan kelsa cho'qim yordam qilaman. Arzugul, qani davering. Xalmurat, men har qatim ko'chada uyga chaqisiz qiynab tamtirab yurgan sabiy bolalarni ko'rsam bek azoblanib ketaman. Ularni
yaxshi turmushqa, mehr muhabbatga muhtojku. Shu bechora bolani ko'rganimda, jenim o'g'lim Umidjon ko'z oldimga kelib oladi. Jenim o'g'lim nalada sarson bo'lib yurgandi. Men o'g'limni pek sevgandim. Uni pek ko'rgim kelib ketdi. Arzigul, menimcha umidingizni uzib etmang. Balangiz cho'qim tepadi. Men ko'p o'ylanib, oxiri o'g'lim Umidjondek sarsalliqda qolgan ashundaq sabiy bolalar uchun bir yetim bola maktab qurish niyatiga keldim. Lekin men hozir ishni nereden boshlashni bilmayapman. Shunga sizni bir yo'l ko'rsatamikin deb istashimdi. Yordam qilasizmi? Arzigul, obdan o'ylabsiz. Agar yetim bolalar maktabi ochadigan bo'lsangiz, haqiqatan ulug' ish qilgan bo'lasiz. Men sizga cho'qim yordam qilaman. Arzigul, sizni tabriklayman. Arzigul, sizni tabriklayman. Siz bo'lmagan bo'lsangiz bu maktabni qaramasdim Xalmir. Siz nayt soat ishqindirni qildingiz. Siz o'z orzuyingizni oxiri amalga oshirdingiz. Haqiqatan irodali gapsiz. Umidjon. Umidjon. Jenim bolam neredesin? Neredesin Umidjon? Allah. Ha, ne bo'ldi? Umidjon og'rib qoldi. Kim o? Umidjon. Bana chiqib uxla. Bana!
Canım oğlum. Ümitcan. Neredesin oğlum? Neredesin balam? Mashinani to'xtating. Voy, bu bola qizib ketibdi. Sizlarning ota-onanglar yo'qmi? Yo'q. To'yib yo'ldimi? Bu bolani doktorxonaga olib bormasa bo'lmag'idek. Balning keslibak ig'irlab ketibdi. Vaqtida ekanmabsiz. Karavotga yotqizing. Yürek bağırın. Canım balam beni geçirgin. Balam canım balam tatlı balam. Doktor, ben balamla aran taptım. Etinab qalay balamni qutuldirasınız. Siz barliq kuchimiz bilan balangizni qutqizishga tirishimiz. Siz sirtda chiqsa saqlang.
Canım Sizlarni ko'p avvar qilyaptim, rahmat sizlarga. Eliq ablah keçib ketdi, ammo uni cho'qim tutamiz. Arzugul. Yaxshimisiz, Xilmurat? Saqchixondan telefon keldi. Jinoyatchi tutilgan o'xshaydi. To'ni beringlar deydi. Jiroq, berib baqayli. Ma'qul. Balanim eri bilan. Yura balam. Yaxshiroq tayyorlik qilinglar. Ma'qul. Kelinglar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'tiringlar. Jinoyat komandori tutildi deb xabar qilgansizlar. Shon kelib edik. Seni tilamchilik sog'an odamni ko'rsang tonimsan? Jinoyat komandorini olib kiringlar. Şu.
Kaçma! Meni qismat bu. Arzugul. O'tirib ol. Arzugul. Bu bizim balamız mı? Senin balam. Canım balam. Apa, o adam seni tanıydı kanka. Yürü balam. Arzugul! 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 Azapta kıyınlar içken